Do'stlar, men sizlarga aytdim, bu 0% lizing yonadi deb. Buxoroga bugun Solis 24 ochishlik traktorimiz uchdi. Shoshilib qolinglar, sizlar uchirib olinglar lekin. Ko'rsatib o'tib ketaylik, bir qiziq bo'lsa, yani obunachilarga haqiqatan bu at ham gapiraverar, gapiga javob beradi. Mana gapim isboti bilan. Gap tog'a Xorbay, assalomu alaykum. Qayerga olib kelyapsiz? Xudo xolib, Buxoroga qayerga olib ketyapsiz? Peshkuga ana. O, ko'ryapsiz, yonib turishini qaranglar buni. Sizlar ham shoshilib qolsanglar, xudo xolasa traktormi, agregatmi, xohlagan narsa berib yuboramiz. Dastavka ham qilib berib yuboramiz. 3 yil garantiya, 1,5 ming matachasi. Kimda bor bunaqa imkoni? Yana borku 50% boshlang'ich to'lov bilan oldi. Qolgan 50% ni 1 yilda bo'lib maydalab beradi. Sizlar xohlasanglar 2 yilga olinglar, kimdir xohlasa 3 yilga olsin. Bizga farqi yo'q. Yana qaytarib aytaman, o'sha gap sizlarga ham 0% lizing kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlarimiz bor, aloqaga chiqinglar. Juda erinsanglar, plyus qoldirsanglar, o'zimiz ham aloqaga chiqaveramiz, yetkazib ham beramiz do'stlar.